Messi hamda Yamal o'rtasidagi uchrashuvni to'liq ko'rmagan holatda mana shunaqa qilib kuzatishadi. Chunki mana ko'ring, Instagram to'lib yotibdi. Bu tomon deb turib afsuslanib, haligi ko'rmayman finalni deb yuboryapti. Mana bu tomon sen ko'rmalaring, boshqa qilmalaring. Bu final, bu terma jamoalar o'rtasidagi har 4 yilda o'tadigan mundial. Bundan zavqlanish o'rniga mana shu anticha. Afsuski ularning soni ko'p. Ular endi bilmayman, endi hozir asosiy kontent o'shalar uchun qilinadi. Men bu yerda men tomosha qilayotganlarning aksari shular-ku, hali futbolga tushgan qurt demoqchiman-ku, lekin katta armiya bo'lgandan keyin ular belgilashadi, ular izohlarni to'ldirib tashlaydigan bo'lsa, neytral odam kuzatadi, haqiqatan rostdir deydi. Aslida rost bo'lmaydi, hech qanaqa rost bo'lmaydi. Va ko'ring, hozir sharhimdan keyin Messi fantastika ko'rsatgandan keyin shu o'yinga mos sharhlangan emotsiyalardan so'ng Angliyani qo'rqoq degan bo'lsam, qo'rqoq emasmi? Mard odam chiqadimi? Qo'rqoq emasmi? Aytsin. Men shu yerda Angliyaga xayrixoh bo'lib turib, Angliyaga achinganimdan aytdim. Boshqa narsa qilsa bo'lardi va boshqa narsa qilib ham yutqizib qo'yganda bir mag'rur chiqib ketadi. Hozir ham himoyalarni ham eplay olmadi. Baribir yedi gol. Endi qanaqa ahvolga tushadi? Shu qo'rqoq bo'lmay nima bo'ladi? Qo'rqoq futbol jazolanadi do'stlar. Qo'rqoq futbol bu himoyaviy futbol degani emas, balki qo'rqib natijani ushlash maqsadida noto'g'ri ishlar qiladigan, raqibni hisobini olmasdan noto'g'ri ishlar qiladigan futbolga aytiladi. Shu boisdan ham sharh o'zanida ketadi. Futbol qanaqa ketayotgan bo'lsa, kim zo'r o'ynayotgan bo'lsa, Bellingham comeback qilsin edi do'stlar, ishoning Messidan ko'ra ko'proq baqirardim. Chunki Bellingham menga juda ham yoqadi. Haligi xarakteri boshqasi, lekin u emas, bu qilyapti-da. Bunga o'zlari yo'l ochib berishyapti, koridor. Mana qirol, kel, sen nishonla, yana bizni mag'lubiyat Maradonaga o'xshab turibdi. Bu o'zlari yo'lak ochishyapti va u gollar tug'ib berayotgandan keyin endi nima deysiz? O'sha yerda qanaqasi Angliyani maqtashi mumkin? Neytral sharhlang deb qo'yishadi. Neytral sharhlashni bilishmaydi shekilli o'shalar. Neytral bu voqelik aytiladi. O'sha neytral bo'ladi. Chunki anavining ham haqqi bor. Gol urayotgan jamoaning ham haqqi bor. U juda chiroyli gol uryapti. Juda ko'p mehnat qilib gol uryapti. Va siz o'rtani olishim kerak deb turib, ana yutqazayotgan, qo'rqoq futbol ko'rsatayotgan jamoani o'ylashga haqqingiz yo'q sharhlovchi sifatida. Va ayni mana shu zo'r o'ynayotgan, to'g'ri o'ynayotgan, tinimsiz hujumkor futbol ko'rsatayotgan jamoani maqtashingiz neytrallik bo'ladi.